Assalomu alaykum, quvvatoy kuzatib boruvchilari. Yana bir montajimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hop, bu montajimiz Marhamat tumani Shukurmergan mahallasida bo'lyapti. Baytga 1.25 ga 1.60 romdan 9 ta, keyin 1.10 ga 2.35 eshik bitta, 85 ga 2.35 yana bitta. Hop, hammomga 75 ga 2 metr da hammomga alyumiy eshik. Hop, 9 ta plas rom, bitta 2 qanotli plas eshik, bitta 1 qanotli plas eshik olib kelib o'rnatib berganmiz. Narxini oxirida aytib o'tamiz. Hop, bu darvozaxonada kelganimizda chap qo'l tomonda ko'rinishi 4 ta rom, bitta eshik bo'lib joylashgan. Yodviy ayni padagonniylari bilan padagonni shkaturkasidan keyin qo'yiladigan bo'ldi. Har doimgidek 4 tadan oshiq-moshiq qora ruchka, tojaksiz ruchkalari, graf zamoylar hammasini nech xona bo'lsa 9 ta romni bitta urganga otib berganmiz. Aytganimdek tojaksiz graf firmasiga tegishli serdeshliklar mana 4 tadan har doimgidek oshiq-moshiq. Yopilishlari juda go'zal holatda. Qarshiliklari o'z joyida. Shpingaletlari original shpingalet. Kasprov plas materialdan qilib berganmiz. Hop, qulflanishlari, taytevalari mahkam ushlaydi. Juda yengil holatda. Plasda ko'pchilik o'rnatib bo'lganimizdan keyin savol beradi. Ruchkasi qulflanmayapti. Bu alyuminni singari prямо kalit buralmaydi. Qachonki ruchka tevaga tortilganda keyin qulflanadi mana. Shunda pastga bosilmaydi ruchka. Ovozlari juda chiroyli. Bu alyumin mana 3 ta oshiq-moshiq. Hammomga gullik oyna, original lambri, bunisi ham original lambri. Bu kross materialda bo'lgan. Ruchka petlalari o'zini svetida. Romlarimizni ichkaridan ko'rsatib beramiz. Bu ichkaridan ko'rinishi padagonnilar zazori qolgan. Primichka har xilligi uchun narigisida zazor kam, bunisida ko'p bo'lib, tay bir xilda urganga o'tirgan lazerga. To'q yodviy oyna, tojaksiz ruchka. Ovozlari juda chiroyli holatda bo'lgan. Original soedinитель, original zatsef. Akpen ispanitillari, qora ruchka, qora petla har doimgidek. Ichkaridan ko'rinishi. Kirganimizda chap qo'lda 2 ta yonma-yon rom bor. Hammasi bir xilda yodviy ayna bo'lgan. Hop, bu holimiz bo'ladi. Hop, o'ng tomonda bitta xona bor. Birinchi xonada aytganimdek 85 ga 2.35 bitta eshik. Oshiq-moshig'i 4 tadan zamoylari tojaksiz. Nariyoqdan tashqaridan ko'rsatib beraman. Ularda ham xuddi shunday taylari shkaturka bo'lib, padagonnida haqqini tashab ketishadigan bo'lgan. Padagonni chiroyli holatda olib kelib o'rnatib beramiz. Bu xonamizda, hop, yonidagi xonada yana 2 ta rom bor. Bunda ham xuddi shunday qora ruchka, qora oshiq-moshiq. Hop. Endi chap tomonimizda yana bitta xona bor, bu yerda bitta rom xolos. Hammasi bir xilda 1.25 ga 1.60. 3 bo'limli ruchkamiz mana. 1, 2, 3 mana. Hamma yo'g'i temir. Mashinasigacha, qoppog'igacha temir bo'ladi. Hozir ozgina yoritsak, mana shu qoppog'igacha temir bo'ladi.
Oshq-moshqlarimiz ham doimgidek qora oshq-moshiq. Shtapiy zazurlar ko'rishinglar mumkin. Hamma yo'g'i go'zal holatda bo'lgan. Hozir общийsini ham yana bitta obzor qilib beramiz tashqaridan. Mana общий ko'rinishi uyimiz. Qo'ldan kirganda chap tomonda ikkita rom, aytganimdek ikki xona. Hammom eshigi mana shu yerga o'rnaydi. Bu turpoqlar bor ekan, o'rnatib beramiz. Paragonga qo'ygan kelganimizda o'rnaydi. Shunday bo'lib, yonida ikkita rom, oldida to'rtta rom, bitta eshik. Hop, shu 6 ta bo'lyapti. Bu tomonda mana 3 ta rom. Eshik. Eshikni hozir ochilib yopilishlarini ko'rsatib beramiz. Hammasi o'ngga ochiladigan bo'lgan. 2 qanotli eshik yoni faqat o'ngga chapga bo'lgan. Bu eshigimiz ham aytganimdek mana to'jaksiz, graf zamok, graf kalit. Qulflanishlari. Qulflandi. Ochildi. 4 tadan oshq-moshq qo'yilgan. Tayyor. Bunisi ham ichkari umuman ko'rinmaydi. Faqat kunduzi. Kechqurun chiroq yoqsa iloji yo'q ko'rinadigan bo'ladi. Narxi, hop. Bu akamiz Rossiyada turib zakaz bergan. Marhamat Shukurmergan mahallasida. O'zi Rossiyada. Aka, ko'rayotgan bo'lsangiz ishonch uchun rahmat. Narxi 22 million so'm bo'ldi. 22 millionning ichida 9 ta 125 ga 160 rom padagonlik yodiviy aynik 2 qavat plus Kasparov Zolotoy Svetdagi rom. Hop. Bitta 2 qanotli, ikkita 1 qanotli eshigi bilan 22 million so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Quvasoy akfaga obuna bo'lishni unutmanglar. Rossiyada tursanglar ham, xudo xolasa ishlaringizni chiroyli qilib bitirib beramiz. Quvasoy akfa doimo xizmatingizda. Sifatli ishlar, garantiyali ishlar sizlarga tavsiya qilaman.